Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun sizlarga Turkiya grantlari dasturiga dokument topshirish qanday amalga oshiriladi, uni ko'rsatib o'tib ketmoqchiman. Video qiziq bo'lsa, like va podpiska bosib qo'llab-quvvatlashni unutmaysizlar. Demak, biz internetga kirib olamiz va boshlaymiz. Turkiya kurslari. Demak, biz birinchi ko'ringan ekranda shuni bosamiz. Va bu yerda bizda mana shunday ekran qarshi oladi. Bu yerda biz ko'rib o'tishimiz kerak bo'ladigan ba'zi bir xususlar bor. Shularni men sizlarga vaqtlaringizni olaman, uzr so'rayman buning uchun. Aytib o'tishim kerak. Turkiya burslari o'zi nima va bizga nima foyda beradi va bu burslardan Turkiya burslari bizga burs berib nima foyda oladi? Uni ko'rib chiqamiz azizlar. Demak, men buni tarjima qilib olganman, xuddi shu mavzuni, matnni sizlarga o'qib bermoqchiman. Turkiya burslari Turkiya Respublikasining xalqaro talabalarga mo'ljallangan davlat tomonidan moliyalashtiriladigan oliy ta'lim stipendiya dasturidir. Turkiya burslarining asosiy maqsadi butun dunyo bo'ylab iqtidorli talabalarga teng imkoniyatlar yaratish va ularga xalqaro standartlarga mos ravishda stipendiya asosida ta'lim olish imkonini beradi. Siz motivatsion xat yozayotgan vaqtingizda bularga albatta e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Shu bilan birga Turkiya va boshqa davlatlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirish akademiyadan san'atgacha, iqtidordan adabiyotgacha, texnologiyadan me'morchilikkacha bo'lgan ko'plab sohalarda mintaqaviy va global taraqqiyotga hissa qo'shish ham maqsad qilingan. Buni o'qib chiqib, talabada shunday bir savol paydo bo'lishi kerak. Turkiya burslari menga grant bersa, men Turkiyaga qanday yordam bera olaman? Turkiya burslari xodimlari xuddi shunday o'ylaydi. Ya'ni bu talabaga biz stipendiya bersak, bu stipendiya orqasida bir martalik borib kelish bileti va yotoqxona, ovqatlanish, stipendiya, bularni albatta sizdan qandaydir natija bo'lishi kerakki, Turkiya burslari sizga bu yutuqni berish kerak bo'ladi. Turkiya burslari Turkiya Respublikasining xalqaro talabalar uchun amalga oshiriladigan davlat stipendiya dasturidir. Kechadan bugungacha Turkiya uzoq yillardan buyon dunyoning turli burchaklaridan kelgan xalqaro talabalar va tadqiqotchilarga stipendiya imkoniyatlarini taqdim etmoqda. Turkiyaning oliy ta'lim stipendiya dasturlari 2012-yilda Turkiya burslari nomi bilan brendlashtirildi va faoliyat xorijdagi turklar va qardosh jamoalar boshqarmasi YTB muvofiqligida olib borila boshladi. Turkiya burslari oliy ta'lim kengashi yo'q. Kreditlar va yotoqxonalar bosh boshqarmasi, migratsiya boshqarmasi hamda tashqi ishlar vazirligi kabi barcha tegishli muassasalar bilan hamkorlikda amalga oshiriladi. Demak azizlar, buni men o'qib chiqdim. Demak, bu yerda ko'rishingiz mumkin. 2012-yilda 40 ming boshvuri olgan bo'lsa, 2025-yilga kelib 171 davlatdan 125 ming boshvuri qabul qilibdi. Demak, keyingisi. Turkiyada ofislari, Turkiya burslarini qayerda joylashgan? Bu yerda kirib bemalol ko'rishingiz mumkin. Anqarada, bu yerda, Istanbuldagi yeri bu yerda, Edirne'da ham bor ekan bu yerda. Demak, bu yerda xuddi boya aytganimdek, ma'lumotlar berilgan. Turkiya burslaridan qanday siz foyda olasiz, shu haqida ma'lumot berilgan. Turkiya burslari 1 yil turkcha dil eğitimi beradi. Qo'shimcha agar siz turkcha bilmasangiz, sog'lik sigortangizda bu yerda borinma yeri opishta beradi sizga. Uchoq bileti bir dafaya maxsus deyapti. Borib kelish samolyot biletingizni beradi. Sağladığı tüm alanların
yanında 10 lisans va lisans düzeyde 4500 lira, yüksek lisans düzeyde 6500 TL, doktora düzeyde 9000 TL aylık burs verilir. Bu yerda stipendiyani narxlari kelib chiqargan, ko'rib chiqargan. Xo'p, yana nimani ko'rishimiz mumkin bu yerda? Xo'p, bu yerda dokument topshirishda 5 pog'onada o'rgatilgan. Demak, Turkiya burslari boshqurish sistemi o'zlaridan hisob ochlayapti. Men sizlarga bir hisob ochdim, yangi hisob. O'sha orqali sizlarga dokument topshirishni o'rgataman. Gerekli tüm bilgileri eksiksiz yükle ders dışı faaliyetlerini ve farklı alanlarda başarını eklemek de senin için yararlı olacaktır deyapti. Yani faqatgina sizning ma'lumotlaringizdan tashqari, darsdan tashqari sizning mashg'ulotlaringiz, olgan faxriy yorliq, shunga o'xshagan belgilar bo'lsa, bemalol bunga yuklashingiz mumkin. Siz uchun faqat foyda beradi. Uchinchisi, hayolingdagi universitet tarjihlarini sirala. Ya'ni sizni aqlingizda bir universitet bo'lsa, o'sha universitetni avval ma'lumotlarni ko'rib chiqib, ya'ni internetdan ko'rib chiqib, siz unga ko'ra Turkiya burslariga o'sha universitetga topshirishingiz siz uchun yana ham mantiqli bo'ladi. Misol uchun deylik, Eshmat muhandislik, ya'ni kompyuter muhandislikni yaxshi ko'radi. U Istanbulda o'qimoqchi. Lekin misol uchun Anqarada dars yaxshi berilishi mumkin Eshmatga. Shundan kelib chiqqan holda siz tanlovingizda amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. Demak, tarjihlari kelajakdan beklantilari va hedeflari açıklayan özgün bir niyat maktubi yoz. Ya'ni tanlovlaringiz shunday bo'lishi kerakki, kelajakda sizdan kutilgan yoki siz kutgan natija olishingiz kerak undan. Uzr, sizlarni vaqtlaringizni olyapman. Buni albatta aytib o'tishim kerak edi. Agar turkchani bo'ladigan bo'lsangiz, bemalol buni kirib, avvalo o'qib chiqishingizni tavsiya qilaman. Ko'p videolar shunchaki topshirish ekranida boshlangan. Lekin men umumiy tushuntirib ketishdi. O'zimga misol uchun burs deb bildim. Buni orqasidan hech qanaqangi men foyda ko'rish niyatda qilmadim buni. Keyin tüm aşamaları ve belgileri gözden geçirdikten sonra başvurunu onayla. Başvurunu misol uchun dokumentingizda avval ko'rib chiqing. Dokument topshirib bo'lganingizdan keyin ko'rib chiqib bir marta ko'zdan kechirib, undan keyin to'g'riligiga amin bo'lganingizdan keyin uni onaylab siz davom etishingiz kerak bo'ladi. Shuni aytib o'tishim kerak, agar xato qilsangiz, xatoni to'g'rilashda imkoniyati yo'q. Boshqatdan topshirishingiz kerak bo'ladi. Buni oldini olish uchun avval ko'zdan kechirib, undan keyin dokument topshirishingizni so'rab qolaman. Demak, bu yerda başvuru taqvimi berilgan. Xo'p. Başvuru taqvimi 10 yanvardan 20 fevralgacha davom etadi deyapti. Değerlendirme süreci mart-nisan oyida, ya'ni ko'rib chiqish vaqti mart bilan aprel oyida bo'ladi. Demak, muloqot gerçekleştirilmesi deyapti. Aprel va iyun oylarida amalga oshirilar ekan. So'nishlar duyurilmasi avgustda javoblari sizlarga yetkaziladi. Viza ishlamlari avgust oyida boshlanadi. Demak, bu yerda ma'lumotlar berilgan. Turkcha bilganlar o'qishlari mumkin. Men bularga to'xtalmayman. Asosiylari bular. Chunki bizda hozirgi vazifamiz faqatgina kirish va qachon dars boshlanadi va siz qachondan javobini eshitishingiz kerak, ular haqida ma'lumot olish edi. Buni oldik biz. Demak, bu yerda aytiladigan yana gaplarimiz bormi? Başvuru şartları bu ham bizga kerak bo'ladi. 10 lisans va lisans adaylari için minimum akademik başarı 70%. Misol uchun sizda olgan ballaringiz juda ham past bo'lsa, ya'ni 3 olgan bo'lsangiz, mana o'zimiz til aytadigan bo'lsak, ikkichilar bo'ladi-ku.
ularni topshirishlari tavsiya qilinmaydi. Chunki bu yerda iqtidorli talabalar deyilyapti. Siz o'zingizni vaqtingizni, imkoniyatingizni ketkazib topshirib o'tirishingizni tavsiya qilmayman. Yuksak lisans va doktoradaylar uchun minimum akademik bashara 70%dir. Sog'lik bilimlari, tib, dish hokimligi adaylari uchun minimum akademik bashara 90%dir. Misol uchun 90% sizni bahoyingiz 5 bo'lishi kerak degani bu. Yoki bo'lmasam 90% yuqori baho olgan bo'lishingiz kerak. Demak, bu yerda yosh chegarasi aytib o'tganimdek, 10 lisans va lisans adaylari uchun 21 yoshdan altında olmak. Ya'ni 21 yoshdan past bo'lishingiz kerak bo'ladi. Yuksak lisans uchun 30 yoshdan past bo'lishingiz kerak. Doktor uchun 35 yosh, araştırma bursu için 50 yaşın altında olmak deyapti. Demak, bu yerga aytyaptiki, uyg'unlik, ya'ni siz to'g'ri kelishingiz bu yerga yozilgan. Tüm o'lka vatandoshlari hamma davlatdan topshirishi mumkin. Ma'zunlar veya mevcut eğitim öğrenen yılının sonunda mezun olacak olanlar Ağustos aylarından önce. Misol uchun, siz oxirgi sinfda o'qiysiz, maktab 11-sinfda o'qiysiz, hali tugatganingiz yo'q. O'shani ham topshirishi mumkin bemalol. Araştırmacılar ve akademisyenler topshirishlari mumkin. Uygun olmayan gruplar, Türk vatandaşları ve Türk vatandaşlığını kaybetmiş bireyler, yani Türk vatandaşları bunga topshira olmaydilar. Hala hazırda başvurulacaklar eğitim düzeyinde Türk Üniversitesi'nde programda kayıtlı olan bireyler. Hozirda Türkiye'de o'qiyotgan yoshlar ham bunga topshira olmaydilar. Demak, buni o'qidik. Demak, yana tushuntiradigan narsalarimiz bormi? Demak, biz buni o'qib bo'lgandan keyin yana ham ko'rib chiqasizlar, biz başvuru yapamiz. Demak, bu yerda bu ekran bizni qarshi oladi azizlar. Bu yerda biz e-davlatdan kirishimiz mumkin yoki qurumsal kirishimiz mumkin. Yoki oldindan qayt bo'lsak, bu yerga kirishimiz mumkin. Bosib, bizga hozir qaydlik emasmiz. Demak, bu ekrandan biz davom etamiz. Men o'zimni ismimni kiritishga harakat qilaman doimiy. İsmim İbrahim. İkinci ismim yok. Demak, familiyam Sherboboyev. Men erkak kishiman. Shuni turkcha qilaylik. Erkak kishiman. Demak, bu yerda ikkinchi mailimni kirazaman. Sizlar uchun mail ochganman. Shu mailga kirazaman. Kirmayapti. Demak, buni yozganimizdan keyin o'zimiz parol yozishimiz kerak bo'ladi. O'zimiz biladigan. Bu yerda onaylayveribni bosamiz. Ko'raylik qani, agar gizli so'rovni yozmasak qabul qiladimi? Bizda doğum tarixi qolib ketibdi. Demak, men 2000-yil demak, biz birinchisiga qo'yganman. Gizli so'rov. Qandaydir bir savol yozishimiz kerak bo'ladi bu yerda. Yoqtirgan taom, misol uchun. Osh deylik. Oshni yaxshi ko'raman.
Bu yerda yozilganlarga unchalik diqqat etmanglar, chunki bu turkcha yozildi. Boshvuru formida ko'rinadi o'zi. Demak, hozir men ko'rsatay sizlarga. Qayd bashariylar tamomlandi deyapti. Pochtaga bizga onay yuboriladi. Demak, uni biz onaylashimiz kerak bo'ladi. Demak, ko'rib turganingizdek SMS keldi. Bu SMS ga kiramiz va buni aktivlashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Shu linkka tiklaymiz va bu yerda aytyaptiki, hisobingiz aktivlashtirilmiştir. Girish yapmak için ana ekran sayfasına bağlantısını tıklayınız deyapti. Demak, biz kirdik bunga. Demak, xohlasangizlar ana sayfaga o'tib, bu yerdan kirishlaringiz ham mumkin. Mailimizni kiritamiz va ilk lavhada berilgan parolni kiritamiz. Parol kiritdik. Kiramiz va bizga kod keladi. Ya'ni tasdiqlash uchun parol keladi. Uni biz kiritishimiz kerak bo'ladi. Demak, u mailimizga keladi azizlar. Bu emas. Mana shu azizlar keldi. Demak, buni kopiya qilib olamiz albatta. Kopiya qilib olib bu yerga yopishtiramiz va onayga bosamiz. Demak, bizga ochildi ekran va sekin-sekin biz joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda men yozganimdek Ibrohim Sherboboyev va meni mailim ko'rindi. Undan keyin bu yerda erkak, buni xohlagan tilga o'zgartirishimiz mumkin. Men turkcha yaxshi bilganligim uchun turkcha o'zgartiraman. Erkak O'zbekiston. Demak, bu yerda düzenlani bosamiz. Demak, düzenlaga bosamiz va bu yerda to'ldirishimiz kerak bo'ladigan ba'zi bir hujjatlar bor. To'ldirilgan joylarga indamaymiz. Madaniy durumi, agar siz oilali bo'lsangiz, evlina bosishingiz kerak. Agar uylanmagan bo'lsangiz, menga o'xshab yoki oilali bo'lmasangiz, bekorda bosishingiz kerak bo'ladi. O'lka O'zbekiston. Tug'um shahri men Shahrisabzlikman. Shahrisabzda bosishim kerak bo'ladi. Shahrisabz bor. Kimlik turi. Yana bir savollardan, ko'p beriladigan savollardan bittasi bu mana ID kartam bor, ID karta bilan topshirsam bo'ladimi deyishadi. Bemalol topshirsangiz bo'ladi. Mana bu ID kartani tanlab, bemalol topshirsangiz bo'ladi. Men pasportim bor. Pasport numeri deyapti bu yerda. Bu yerda men o'zimnikini yozmayman. Misol uchun shunday. Pasport type. Bu yerga nimani yozishimiz kerak bo'ladi? Shu yerdan kirib ko'rsataman. Xo'p. Mana shu yerda berilgan bo'ladi pasport turi bizga. Mana shu yerda berilgan bo'ladi. Xuddi shu yerda berilgan bo'ladi. Pasport tipi deb yozilgan bo'ladi. Boshqa ko'ringani yo'q ekanmi? Demak, xuddi mana shu siznikiga nima yozilgan bo'lsa, o'shani yozib ketishingiz kerak bo'ladi. Demak, bu yerda yozaman. O'lka kodi meniki O'zB. Pasport belgisi. Ochilish ozgina qiyin bo'lyapti. Men boshqa bir PDF joylashtiraman. Siz PDF qilib bu yerda joylashtirishingiz kerak bo'ladi.
Demak, davom etamiz. Agar sizda boshqa bir vatandoshligingiz bo'ladigan bo'lsa, buni yozib, belgilab davom etishingiz kerak bo'ladi. Agar bu pastini to'ldirsangizlar ham bo'ladi, to'ldirmasangizlar ham bo'ladi. Bu yerga rasm qo'yishimiz kerak bo'ladi. Men o'zim rasmimni kiritaman bu yerga. Sizlar chiroyli qilib bir rasm kiritsangizlar maqsadga muvofiq bo'lardi. Bu shunchaki sinov uchun bo'lganligi uchun kompyuterimni zaryadi ham tugadi. Demak, qo'ydim. Xohlasangizlar buni to'ldiringizlar, xohlamasangizlar o'tsangizlar ham bo'ladi. Demak, buni to'ldirib bo'lganimizdan keyin qayd etda bosamiz. Va bu birinchi ishimiz tayyor. Ikkita ptichka bo'ldi. Demak, bu tayyor. Keyingisiga o'tamiz. Iletishim bilgilari. Xo'p, demak bu yerda siz ma'lumotlaringizni kiritishingiz kerak bo'ladi. Yoki telefon raqamingiz, onangizning raqamlari bo'lsa, uy telefoni va o'zingiz ishlatadigan shaxsiy telefoningiz kiritilishi kerak bo'ladi. Mana Shahrisabz. Xo'p, Shahrisabz deyman. Pochta kodi. Bu yerga kelganda ko'pchilik xato qilib ketadi. E'tibor berishimiz kerak bo'ladigan. Mana bu internetga kiramiz. Biz deb yozadigan bo'lsak, bu yerga Shahrisabzda pochta kodlarini bizga keltirib chiqaradi. Bu yerdan ko'rishimiz mumkin. Chorshanba, Guliston. Misol uchun, Chorshanbada yashayman, Chorshanba tarafda. Siz misol uchun boshqa shaharda bo'lsangiz, kodni deb yozsangiz, pochta kodini istagan shahringizga kelib chiqadi va buni kiritamiz. Yopishtir. 91lik 123 12 12 misol uchun. 92 kerak misol uchun. 123 23 deylik. Bu yerda uy adreslaringizni to'liq kiritishingiz kerak bo'ladi. Men shunchaki yozib ketaman bu yerga. Agarda bu sizni propiskalaringiz yashaydigan uylaringizdan boshqa bo'ladigan bo'lsa, buni kiritishlaringiz kerak. Ya'ni boshqa joyda yashayman, lekin propiskam bu yerga degani bu. Agar unday bo'lmasa, buni to'ldirishlaringiz shart emas. Ya'ni bu qanchadan beri bu yerda yashaysiz? Misol uchun, men deylik 5 yildan beri shu yerda yashayman. Agar Facebookda sahifalaringiz bo'ladigan bo'lsa, uni kiritishlaringiz kerak bo'ladi. Meniki ta'lim. Misol uchun, meniki shunday kanalim bor. Va demak, iletishim bilgilarini yozdik. Undan keyin oila bilgilari. Oilangiz haqida ma'lumot so'raydilar. Meni onamning ismlari Gulshoda, otamning ismlari Abdusattor. Onangiz yashaydilarmi? Evet. Agar bir ishda ishlaydigan bo'lsalar, buni yozishingiz kerak bo'ladi, belgilashingiz kerak bo'ladi. Otangiz yashaydilar. Agar birorta ishlaydigan bo'lsalar, buni belgilashingiz kerak bo'ladi. Necha kishisizlar? Misol uchun biz 2 kishimiz. 2 kishini yozaman. Madaniy turizm, men bekor, ya'ni oilali emasman. Oylik toplam geliri, ya'ni oilaviy oylik toplam gelirini so'rayapti bu yerda. Xo'p, ko'p kam yozmaysizlar. Ko'p yuqoriga ham nima deydi, haqiqatga yaqin bo'lsin. Haqiqat yozsangizlar yana ham yaxshi. Men yozdim, tugadi. Undan keyin aytim bilgilari. Bu yerda sizlar maktabda o'qiydigan ma'lumotlaringizni yoki bo'lmasam kollejda o'qiydigan ma'lumotlaringizni to'ldirishlaringiz kerak bo'ladi. Agarda maktabda o'qiydigan bo'lsangiz o'rta o'quv, agar kollej, litseyda o'qigan bo'lsangiz, men litseyda, kollejda o'qiganman. O'zbekiston misol uchun. Shahrisabzda o'qiganman.
Oziq-ovqat kasb-hunar kollejida o'qiganman. Bu yerda qaysi sizni yo'nalishingiz qanaqa bo'ladigan bo'lsa, shuni tanlashingiz kerak bo'ladi. Agar o'qishingiz davom etayotgan bo'lsa, davom etaver deb bosasiz. Agar o'qish tugagan bo'lsa, mayzuni bosishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda not o'qish boshlang'ich tarixi manki 2016-yilda boshlangan. May oyida yo sentyabr oyida boshlangan va tugash tarixi 2018-yil. Asosan bizda hazironda tugaydi. 22larida diplom berish tugaydi. Bir soniya. Bitish tarixi 2018. Haziron 22sida. Not turi. Sizda bu yerda not turingiz qanaqa bo'ladigan bo'lsa, misol uchun o'shani yozishingiz kerak bo'ladi. O'shani yozib ketishingiz bo'ladi. O'rtalamasini hisoblash uchun umumiy olgan baholaringizni qo'shib chiqib, o'sha nechta fan bo'ladigan bo'lsa, o'shanga bo'lib o'rtalamasini kelib chiqarishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu o'qishda siz qandaydir yutuqqa erishgan bo'lsangiz, bu yerda kiritib ketishingiz kerak bo'ladi. Men erishmaganman, qayerda bosaman va saqlayman. Demak, ko'rib turganingizdek saqlandi azizlar. Bu yashil bo'lib qoldi. Agar siz bakalavr o'qigan bo'lsangiz, bakalavrni to'ldirishingiz ham kerak bo'ladi magistraturaga topshirish uchun. Keyingisiga o'tamiz. Dil bilgisi. Ona tilini so'rayapti, o'zbekcha. Biz o'zbekcha qaydetda bosamiz. Agar siz til biladigan bo'lsangiz, uni kiritishingiz kerak bo'ladi. Inglizcha yoki ruscha bo'lishi mumkin. Undan olgan, misol uchun darajangizni so'raydi. Agar darajangiz haqidagi sertifikatingiz bo'ladigan bo'lsa, uni kiritishingiz kerak bo'ladi. Turkcha bilasizmi? Agar biladigan bo'lsangiz evet, bilmaydigan bo'lsangiz xayr. Men turkcha sertifikatim bor. Uni kiritib ketaman men. Gelishim universitetidan olganman. 2020-yilda 2 mayda 5lar adashmasam. Bu yerda men tabiiy uni kiritmayman. O'sha PDFni kiritib ketib qo'ya qolaman. Jabr olganman. Demak, tamom. Uni kiritdik. Ish denayman. Agar biror yerda ishlayotgan bo'lsangiz, tajribangiz bo'ladigan bo'lsa, stajingiz bo'ladigan bo'lsa, uni kiritishingiz kerak bo'ladi. Akademik yetarlilik. Bu yerda siz SAT yoki bo'lmasam YOSdan olgan balingiz bo'lishi mumkin. Qandaydir sinovga kirib, u yerdan olgan balingiz, puaningiz bo'lishi mumkin, lekin IELTS qabul qilmaydi, shuni aytib qo'yay. Boshqa bir an'analaringiz bo'ladigan bo'lsa, yutuqlaringiz bo'ladigan bo'lsa, uni kiritishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda sertifikatlaringizni kiritasiz. Faxriy yorliq yoki masalan kamonchilikka kimdir qiziqishi mumkin, futbolga kimdir qiziqishi mumkin, uni kiritasizlar. Turkiya tajribasi, Turkiya haqida ma'lumot so'raydi sizlarda bu yerda. Turkiyada bulundingizmi? Misol uchun bulungan bo'lsangiz, evet deysiz. Qanday maqsadda? Agar siz ishlash uchun bulungan bo'lsangiz yoki boshqa bir narsaga bulungan bo'lsangiz, u haqida sizdan ma'lumot so'raydi.
Ziyorat uchun, rasmiy ziyorat yoki bo'lmasam qandaydir tadbirda ishtirok etgan bo'lsangiz, buni belgilaysiz. Turistik misol uchun. Burslarni qayerdan eshitdingiz? Misol uchun yaqiningiz bo'lishi mumkin. Turkiya mozorlar Putinimiz. Xayr. Misol uchun men uygaman, misol uchun. Evetni bosaman, misol uchun. Turkiyada sizga yaqiningiz bo'ladigan bo'lsa, evetni bosasiz, yo'q bo'ladigan bo'lsa, xayrni bosasiz. Xayr. Bu yerda aytilyaptiki, Turkiya burslarini olgan yaqiningiz bormi deyapti. Bo'lsa evetni bosasiz. Menda bor. Lekin qayerda o'qishimni bilmayman, o'sha uchun xayrni bosib qo'ya qolaman. Turkiyada yashaydigan tanishlaringiz bormi deyapti. Meniki yo'q, uni bosaman. Dahoncha Turkiya har bir kundan burs olgan bo'lsangiz, men olganman. Xayr. Diyonat vakfidan olganman, misol uchun. Buni saqlab qo'yaman. Demak, biz to'ldirib bo'ldik. Endi davomiy bo'lish uchun ana sahifaga o'tamiz. Demak, bu yerda biz 10 lisansga topshirmoqchi bo'lsak, bu yerni lisansga topshirmoqchi bo'lsak, ya'ni texnikumga topshirmoqchi bo'lsak 10 lisans tanlaymiz. Bakalavriatga topshirmoqchi bo'lsak lisans, yuksak magistraturaga yuksak lisans, doktorantura shunday qilib davom etadi. Demak, biz lisans boshvurusiga topshiramiz. Bu yerda boshvuruni bosib davom etamiz. Bugungi hozirgi tushuntiradigan darsim shulardan iborat edi. Topshiriladigan hujjatlar mana shulardan iborat. Ikkinchi bo'limida bu yerga qanday qilib dokument topshiriladi, uni o'rgatib ketaman. Kanalimga obuna bo'lib, like, podpiska bosishni esdan chiqarmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Davomi kelishi uchun sizlarga bog'liq. Kommentariyada plus belgisini qoldirib ketsanglar yoki ikkinchisi kelsin desanglar, men ikkinchisini ham chiqaraman, xudo xolisa.